ko'pchilik muxlislarni uchun bu albatta noxush holat, chunki juda qiziqish katta edi, ammo lekin bu to'g'ri qaror deb o'ylayman. Mana shu turnirni to'xtatilishi va jazolanishi kerak bo'lgan odamlarni jazolanishi, jumladan meni ham, bu juda to'g'ri qaror. Hech qanaqa e'tirozim yo'q. Faqatgina nima deydim, mehnatimiz, katta jamoa katta ish qilgan edi. Qolaversa bizni hamkorlarimiz oldida ham bizni o'zimizni mas'uliyatlarimiz bor edi. Hali ham bor. Va shuning uchun tegishli idoralardan, xalqimizdan, men rahbariyatdan uzr so'rayman. Like Up 3 turniri to'xtatildi. Hammaga rahmat.